Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz, ya'ni Meniyada. Qo'limda Yar Muhammad Tahir Tug'liqning Qoida usullarimiz nomli kitobi. O'zimlarga sunmoqchi bo'lganim nonga bog'langan usullar. Nonni yaxshi ko'maydigan odam yo'qmikin deb qarayman. Xo'sh. Nonga bog'langan yo'sullar. Non Uyg'ur yemak-pishmak madaniyatida eng diqqatga sazovor. Madaniyatlik darajasi yuqori, tarixiy uzun, umumlashishi intayin keng bo'lgan yemak-pishmakda muqaddaslik o'rniga ko'tarilgan yemaklik. Arxeologik qidirish orqali erishgan natijalarga qaraganda, Markaziy Osiyoda nonning tarixi taxminan 4000 yil burungi davrlarga to'g'ri keladi. 6500 yil burunla Markaziy Osiyoliklar nonning xuruchi bo'lgan bug'doy, teriq, qo'noq qatorliq ziroatlarni terib mahsulot olgan ekan. Hozir bizga umumlashgan non farscha so'z bo'lib, temirdan etib, to'nurda, o'choqda, qasqanda pishirilgan yemaklik deganni bildirdi. Qadimki davrda non Uyg'ur tilida atmak deb atalgan. Hozirgi Uyg'ur tilida atmak so'zi nonni emas, shu nonni yiqish jarayonidagi mashg'ulotni ifodalaydigan bo'lib, non atmak shaklida qo'llaniladigan bo'ldi. Nonning Uyg'urlarning yemak-pishmak madaniyati jihatdagi muhim o'rni kishilik munosabat, savdo munosabati, safar, tibobatchilik, to'y-to'kun, o'lim yetim, hatto aqida, e'tiqodgacha tutishadi. Bu jihatda non nihoyatda muhim bir madaniyat hodisasi sifatida Uyg'ur madaniyatining muhim bir tarkibiy qatorida e'tiborlandi. Birinchi, non Uyg'urlarning qadimki yemak-pishmak madaniyatida tarixining uzunligi bilan Uyg'urlarning tarixiy taraqqiyoti, o'ltiraq turmushga kuch ahvoli qatorliqlarni tadqiq qilishda muhim paket asosi bilan ta'min etadi. Arxeologik tekshirish natijasiga qaraganda, Uyg'urlarning ajdodlari 4000 yil burunla non madaniyatiga qadam qo'yganligini dalillaydigan moddiy isbotlar Uyg'urlar qadimdan beri markazlik o'ltiraqlashgan bu rayonlarning ko'p joylaridan bayqaldi. Buningdan qaragandimi, Uyg'urlarning qadimki ota-bobolari oz deganda buningdan 4000 yillar burunla o'ltiraq turmushini boshlagan. Shuning bilan birga nonmu barliqqa kelgan. Ko'chman chorvachi qavmlarda non bo'lmagan. Chunki to'nurni elib yurishga bo'lmaydi. Nonni Uyg'urlar kashf qilgan va Uyg'urlar izchil varislik qilib kelmoqda. Ikkinchi, non Uyg'urlarning safar ehtiyoji uchun nihoyat qulaylik oziqlik bo'lgan. O'z davrida Markaziy Osiyodan iborat bu keng territoriyada ajdodlarimiz har xil munosabat tufayli nurg'un safarlarda bo'lgan. Cheksiz qumliq, cho'l davollarni bosgan. Bundaq mushaqqatli safardan non ularni aman saqlab manziliga yetkazgan. Ro'shanki non uzoq saqlanadi. Jazirlarda nonni qiziq qumga bir necha minut ko'mib qo'ysa yoki o'tqa qaqlasa, churuk, tamlik, yeyishlik holatiga qaytadi. Agar suv bor yerlar bo'lsa, suvga chilapla yesimi qo'rsaqni to'yg'izishga yaraydi. Shunga Uyg'urlarning an'anasida qadimdan tortib biror tuqqani, qo'shni qulumlari, do'st yaralari safarga chiqsa, ularga yo'lliq deb non tutadigan ahvol hozirgacha izchil davomlashmoqda. Turk tillar divanida tuzg'u degan bir yemaklik tonishtirilib, yo'lga chiqqan tuqqan tonishlarga yo'lliq uchun beriladigan yemaklik degan so'zning tomiri tuz ekanligiga qaraganda, qadimki Uyg'urlarning tuzni ulug' biladiganligi ma'lum bo'ladi.
Bu xususda Uyg'urlarda yazda yepincha, qishda ozuq degan maqolning nazarda tutqunimi? Yo'lga cho'qim non elib elishning lozimligi to'g'risidagi da'vat edi. Non yana bu yerda tinch amonlikqa, sog'-salomat yuz ko'rishga atab tutilgan sovg'a hisoblandi. Uyg'ur dehqonlari, chorvachilari balbig'iga bir-ikki nonni o'rab, beliga tengib olsalar, bir kun bemalol tirikchilik bilan shug'ullanib, uyga qayta oladi. 3. Non simvollik ma'nida maishatning to'liq bo'lishiga qartilib, neni butun bo'lsin degan iborani qo'llansa, poklik, durustlik, amgikiga tayinib yashashqa nenini halollab yeyish hukmini qo'llanadi. Tirishib o'zining tirikchiligini qamdashqa nenini tepib yeyish hukmini qo'llanadi. Aç yalang'och muhtojlikda qilishni bir nonga zor bo'ldi deb ifodalaydi. O'ziga mansub muhim bahrimanlik huquqidan mahrum bo'lib qolganini bo'lsa, nenidan ayrilib qoldi deb ba'zi tuzkorlik qilib fojialarga yo'liqqanlarni non urib etibdi deb ifodalaydi. Uy tuturmidi degan ma'nini non bermidi, uy tutib qoldi deganni non yeb qoldi deb ifodalaydi. Bundaq misollarni texmi ko'p keltirish mumkin. Qadimki davrlardami non tuz simvollik ma'noda qo'llanilgan. Qutatqu birlikda yuqorqidek ma'no nihoyatda ro'shan bayon qilingan bo'lsa-mu, lekin tarjima jarayonida asli ma'no biroz xunuklashib ketgan. Osh ishku yatturgil, yemak ishmak yeguz. Ne? Osh neningni yeguz deb tuz atmak yatturni non tuzingni yeguz deb olgan. Shuning bilan non tuzning muhimligi ifoda qilingan bu mazmun xunuklashib qolgan. Klassik asarlardagi bu so'zning ma'nosi o'zgarib ketsa, asli ma'noda ko'p qalaymaqonchiliklar kelib chiqadi. Asliga sodiq bo'lish klassik asarlar tadqiqotida qat'iy sal qarashga bo'lmaydigan muhim ish. Osh ishku yeturgili, yemak ishmak yeguz. Osh neningni yeguz, non tuzingni yeguz deb tarjima qilgan. Buni narxi toza bilmaydi ekan. Mandaq tarjima qilsam to'g'ri bo'ladi deb musha qo'shib qo'ygan bo'lsa-chu, ha? Osh neningni yeguz, non tuzingni yeguz deb tarjima qilgan asli. Xo'sh, davomlashtiray. 4. Nonni yana hayotlikning ayrilmas bir qismi deb qarab, nonga munosabatlik nurg'un maqol tamsillarni barliqqa kelgan. Nonsiz uy emas. Neni yo'qning jeni yo'q. Non iman, nonning yo'qi yomon. Buningda bir tarafdan xos nonning hayotlikda tutgan o'rni gavlansa, yana bir tarafdan non simvollik ma'noda oilaning barakati, oilaning baxti, maishatning mo'lliqiga qartilib aytilgan. 5. Non Uyg'ur dasturxonining guli sifatida Uyg'ur xalqining mehmondo'st, saxovatlik xalq ekanligini namoyon qilib kelgan. Yumshoq nening bo'lmasa, yumshoq so'zing yo'qmidi deganda mehmonlarga nondak yumshoq, to'qashning yuzidak ochiq chiroy bo'lish orzusi ifodalandi. Har qanday mehmondorchilik nonsiz bo'lmaydi. Har qanday to'y-to'kun nonsiz o'tmaydi. Dasturxon tashlashdan tortib, dasturxon opirishgacha hamma ishda non muqaddas sanaladi. Non muqaddas san 9 bilan birikib, yana muqaddas aqidaga yonishib ketgan. Qizning oldiga borganda 9
elib kelish an'anasi hozirmi bor? Şunun bilan birga dasturxondagi nonning uvoqlarini terib og'ziga selish, yerga tushib ketgan nonlarni elib yonchiqqa selib, opirib uloqlarga berish, qasam ichganda non dasab qasam qilish orqali non ursin deyish nonning ulug'ligini, muqaddasligini yanami bir baldoq yuqori ko'tarib o'tgan. 6. Non Uyg'urlarning turmushida tibobat va sog'liqni saqlash jihatdan intayin muhim rolini joriy qildirib kelgan. Non pishirish alohidligiga asosan o't pishirilgan non, o'rda pishirilgan non degan ikki turga bo'linadi. O't pishirilgan nonmi o'tga ko'mib pishirilgan non, tonur o'choqqa yiqib pishirilgan non degan ikki turga bo'linadi. O'tga ko'mib pishirilgan nonni ko'mash non deb ataydi. Mahmud Qashqari ko'mach deb olgan. Nonlarning turi hozir texnik ko'payib ketdi-ku. Biz muhojiratda tonurlar bo'lmagandan keyin o'tlarga yiqish imkoniyati bo'lmagandan keyin meningcha ko'pinchimiz shu duxovkada pishiramiz yoki qozonda pishiramiz degandek. Xo'sh. 7. Non o'zining umumiyligi, oddiy-soddiyligi, atlikligi bilan yuqori to'van boy kambag'al o'tirsidagi farqqa chak qo'yib, tabiqa farqiga jang e'lon qilib keldi. Chunki kimxaptonni, go'sht poloni va boshqalarni xos boylar iste'mol qilgan bilan nonni podshohmi, gadoymi, boymi, kambag'almi o'rtaq iste'mol qiladi. Boyning dasturxonidami non bor, nomratning dasturxonidami non bor. Bu xil alohidlik bilan non kishilar bilan kishilar o'tirsida bir xil o'rtaqlik, yaqinchilikqa yo'l etish rolini o'tab keldi. Urf odat, qoida yo'sinlardimi, boy xo'jalarmi non madaniyatiga amal qilib keldi. Umuman non Uyg'ur xalqining tarixiy taraqqiyot musofasida Uyg'urlar bilan taqdirdosh bo'lib keldi. Uyg'urlar gullanganda nonmi gullanish bosqichiga kirdi. Nonning yuzi gullanganda Uyg'urningmi yuzi kuldi. Nonning yuzi tatargan, sufiti, tabiati o'zgargan chaqda bo'lsa, Uyg'urlarning yuzidan kulki ko'tarildi. Yuzlari tatardi. Dasturxonlari non bilan bezalganda turmushi yaxshilanganligini ifoda qilsa, turmushi nacharlashganda dasturxonlardan non o'ksib qoldi. G'arbdan, sharqdan bu muqaddas diyorga har xil mudda maqsadda kelgan mehmonlar Uyg'ur nonlaridan darmon tepib, uni o'zlarining mamlakatlariga elib berib, to'tiya qilishdi. Non o'z davrida jahonni iltadigan, jahonni yo'rtadigan jonliqlarga va jonsizlarga hayotlik ato qiladigan quyosh va oyga taqlid qilib yasalgan. O'tga cho'qindigan chaqlarda o'tda pishirilgan bu non texmi muqaddas o'rinni egallagan. Shunga non Uyg'ur xalqining arzu-armonlarini, baxt saodatga, tinchlik, xotirjamlikka, erkin, hur turmushga bo'lgan intilishlarini aks ettirib, turmushning ayrilmas bir qismiga aylangan. 21 asr bosog'isiga qadam qo'ygan Uyg'urlar hozir non madaniyatini dunyoga yuzlantirish uchun zo'r tirishchiliklarni qilmoqda. Uyg'ur nonlari o'zining sehriy kuchi bilan dunyo ellarining diqqatini tortmoqda. Uni tovarga aylantirib, iqtisodiy egilikda tutgan o'rnini yuqori ko'tarish, bozor raqobatida o'zining hayotiy iqtidorini namoyon qilib, dunyo bozorlaridan munosib o'rin qoldirish zamonimizdagi nonning varislarining muhim vazifalarining biri bo'lmoqda. 8. Kichik bolalar tunji qitim ana, dadadan keyin va burun non deb tili chiqadi. Qadimgi davrlardami kichik bolalarning tili non deb chiqadiganligi haqida Mahmud Qashqari apak so'zni izohlab, bolalar tilida non demakdir degan. Qadimki Uyg'urlar nonni atmak deb atagan. Balalar amdili tili chiqqanda atmakni
әпәк deb talaffuz qilib tili chiqqan. Hozirmi balalarning tili non deb chiqadi. Bumi nonning qanchalik muqaddas o'rinda turadiganligini namoyon qilib berdi. 9. Non Uyg'urlarning turmushida muqaddas o'ringa chiqqan. Hatto xalqning turmushida bilib bilmay aqida, e'tiqodga aylanib ketgan. Ya'ni nonga dastlab qasam qilish, non ursun deyish eng yomon qasamlardan hisoblandi. Nonni xorlash, nonni buzib chechish eng cho'ng gunohlardan sanaladi. Nonni qadrlash, nonni isrof qilmaslik savobli ishlar qatorida. Ro'shanki, non azizlangan joyda bayoshatchilik bor. Non xorlangan joyda zavolliq bor. Dal mana shu nonni xorlayotganning o'zila zavolliqning ifodasi. Chunki u hayotning, emgakning qadr-qimmatini, ulug'ligini his qilishdan mahrum bo'lgan. Nonni xorlaganlikning mehnatni, hayotlikni xorlash ekanligini unutgan. Mana shuning o'zi xorliq arg'amchisiga esilganlikning belgisi emasmi? Qandaq usul bilan bo'lmasin, nondan yuz o'rish oxiri xorliq elib keladi. Biz nonni xorlaganda non bardoshlik bergan bilan, non bizni xorlab qolganda biz hargizmi bardoshlik bera olmaymiz. Ma'qul-amisa, hurmatli qarindoshlar, non haqidagi bu bo'limni tafsiliy o'qib berdim. Meningcha sizlarmi menga o'xshash opalaringlarni asldinglar. Mening rahmatlik opam shunchalik o'xshitib yoqatdi nonni. Ba'zi o'ylab qolaman, kichik vaqtlarimizda ajoyib bir jixyaytganmiz bu nonni. Har haftada bir qitim 2 tunur lab non yoqsimi, yana bir haftagacha aran yetadi. Bizning uyda vallahi xiljixdi hamda. Aytavr, shunchalik bir unutilmas go'zal aslimlar. Ammo mening yeshimdagilar, ya'ni shu 60-70 yillarda tug'ilganlar asosan nonlarni yiqib baxmadiq. Shaxsan men tunurga bir engishib bir non yiqib baxmadim. Yiqishni orzu qilmay, bir yiqib baqay qanday bo'ldi ekan deyman, lekin bilmayman, u bir texnikada. Ma'qul amsa, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Amon bo'lgaysizlar. Xayr, xush. Hala. Qushlar sayrab shundoq muzlik edi, biroq Kitap okuş müdiri, avlatlar, turbetimizden hürmetlik müşterikleri. Bugün ben Canver Köyü boyuyla. Ama herhalde yaxşı yetigen yağmur yakkan, hazır toxtab kaldı. Bugün bu yerde ben bir alaylı bir faaliyet katlaştım. Yani halkaralık şiler kiyip yürüyüş günü. Bugün bilişimce dünyadaki 56 çoğun şehirde bana şundan faaliyetler boldu diken, bunun mening bir dostum riyasetçilik qilgan ve şuna şu fırsatni paylaşıp geldim.
Mana dostlarım bilan birga ko'l bo'yida sayr qilishga boshladik. Do'stim Gloria. Keynimizdekiler. Bu qitimqi faoliyatniki o'rinlashtiruvchisi. Mana shu chiroyli ishlarning loyihaliguvchi xonim bo'ldi. Ismi Nancy. Nancy Paredes. C'est Nancy. De nada. Génial. Es copyright. Qué linda de venir. De todos. Moi, je suis très On contente. va faire une réunion. Ouais. Tout à fait. Je T'es très occupée. Fin juin, Ouais. je vais faire chez moi quelque chose. Vous êtes tous invités. Merci Avec Nancy. grand plaisir. Pour notre création surtout. Absolument. Vraiment. Ouais, ouais. Magnifique. En tout cas, Merci alors. Ciao Nancy.